Diqqat, ayrim oilalarning gaz va elektr to'lovlari davlat tomonidan qoplab berishi e'lon qilindi. Bugun shu haqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Gaz va elektr uchun to'laydigan mablag'ingizning bir qismi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Bu imtiyoz kimlarga beriladi, qancha mablag' to'lanadi va arizani qanday topshirish kerak? Hozir barchasini tushuntirib beramiz. Videomizni albatta oxirigacha tomosha qiling. Agar mamlakatimizdagi eng muhim va ishonchli yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. O'zbekistonda kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarga elektr energiyasi hamda tabiiy gaz to'lovlarining bir qismi uchun kompensatsiya ajratilishi e'lon qilindi. Bu yordam ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalarga, shuningdek belgilangan mezonlarga javob beradigan boshqa ehtiyojmand oilalarga ham beriladi. Kompensatsiya elektr energiyasi bo'yicha bazaviy me'yordan tashqari oyiga yana 150 kWh-gacha, tabiiy gaz bo'yicha esa isitish mavsumida 250 kub metrgacha, boshqa oylarda 150 kub metrgacha bo'lgan ortiqcha iste'mol uchun hisoblanadi. Ariza har oyning 16-sanasigacha Davlat xizmatlari markazlari, Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari yoki my.gov.uz portali orqali topshirilishi mumkin. Ariza tasdiqlansa, mablag'lar keyingi oyning 27-sanasigacha fuqaroning ijtimoiy yoki bank kartasiga o'tkazib beriladi. Agar oilaning ijtimoiy holati o'zgarmasa, keyingi oylarda qayta ariza berish talab etilmaydi va to'lovlar avtomatik davom ettiriladi. Biroq daromadi belgilangan me'yordan yuqori bo'lgan bir nechta uy-joy yoki transport vositasiga ega bo'lgan oilalarga mazkur kompensatsiya berilmaydi. Ma'lum qilinishicha, ushbu xizmat bepul bo'lib, amaldagi tartib 2027-yil 1-aprelgacha davom etadi. Shu bilan xabarimiz ham yakunlandi. Videomizni yaqinlaringiz bilan ham ulashing, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.